Assalomu alaykum barchaga. Bugungi darsimiz esa these and that and those mavzular ekan. Xo'p, this nima degani? This degani bu degani, narsa buyumlarga nisbatan va yaqindagi narsa buyumlarga nisbatan va birlikda ishlatamiz. Misol uchun this is a pen. Xo'p, this-chi, men this deymiz. Endi cho'ziqroq aytamiz. Cho'ziqroq aytganda esa bu ko'plik hisoblanadi. Buni esa ko'plikdagi narsa buyum, hayvonlar, odamlar, barchaga nisbatan, ya'ni yaqinda bo'lsa ko'plik ishlatamiz. Misol uchun these are pens. Xo'p, endi that ma'nosi, ya'ni o'sha deb tarjima qilamiz va uzoqdagi birlikka nisbatan ishlatamiz. Misol uchun that is a book, o'sha kitob deb aytamiz. Xo'p, those are books. Bu esa ko'plikka nisbatan ishlatamiz va uzoqdagi narsa buyumlarga nisbatan ishlatar ekanmiz. Xo'p, endi this yaqindagi narsalarga nisbatan, that uzoqdagi birlikka nisbatan, these yaqindagi ko'plikka nisbatan, those esa uzoqdagi birlikka, uzoqdagi ko'plikka nisbatan ishlatamiz. Esdan chiqarmaslik kerak. Hop, hurmatli pastorchilar, ya'ni menga a'zo bo'lmagan bo'lsanglar, a'zo bo'lib qolinglar va bundanda ya'ni zo'r mavzularni o'tib beraman va har kuni yangi mavzular va onlayn va offlayn darslarimizni boshlaganmiz. O'shaning uchun onlayn darsimiz yana ham Telegram botda, ham Telegram kanalda, ham YouTube tarmog'imizda jonli kuzatishingiz mumkin. Agar podpiska bosmagan bo'lsanglar, podpiska bosib qo'yinglar, chunki biz uchun juda ham sizlar ham muhimsizlar. Buni esdan chiqarmang. Hammaga rahmat.